Salom, qadrli tomoshabinlar. Doimiy bosh og'riqdan charchadingizmi? Uy-joyingiz, mol-mulkingiz bilan bog'liq eski hujjatlar, muammolar qachongadir o'z yechimini topadi deb o'ylaysizmi? Balki bular sizga shunchaki qog'ozbozlikdek tuyulardi. Ammo hozir hamma narsa tubdan o'zgarmoqda. Yangi tizim hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin va bu haqida siz bilishingiz shart. Ayniqsa agar siz mulkdor bo'lsangiz, oilangiz farovonligi, mol-mulkingiz xavfsizligi uchun bugun aytadiganlarim har biringizga tegishli. Men sizni ogohlantirmoqchiman. Gotovtesh, tayyorlaning. Bu shunchaki ogohlantirish emas, bu harakatga chorlov. Shuning uchun darhol kanalga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib keyingi muhim videolarimizni o'tkazib yubormaslikni ta'minlang va videoga like bosing. Bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkinligiga kafolat beraman. Avvallar mol-mulkka egalikni tasdiqlovchi jarayonlar qanday edi bilasizmi? Aksariyat holatlarda biz qalin papkalarda saqlangan qog'oz hujjatlarga ishonganmiz. Bu hujjatlar davlat orderi, hokimiyat qarori, notarial bitim yoki meros guvohnomasi bo'lishi mumkin edi. O'sha paytlarda odamlar ko'pincha hokimiyatning mahalliy bo'limlariga, kadastr idoralariga shaxsan borishga majbur bo'lishardi. Uzun navbatlar, bir idoradan ikkinchisiga yurish, ba'zan esa ma'lumotlarni topishdagi qiyinchiliklar yoki hatto korrupsiya holatlari ham tez-tez uchrab turardi. Ko'p hollarda mulkni rasmiylashtirish yoki qayta rasmiylashtirish juda ko'p vaqt va asab talab qiladigan jarayon edi. Bitta hujjatni yo'qotib qo'yish ham butun boshli muammo zanjirini keltirib chiqarishi mumkin edi. Axborot bir nechta alohida bazalarda turli yillarda to'plangan, ularni birlashtirish yoki bir tizimga solish deyarli imkonsiz edi. Natijada sizning mulkingiz haqidagi to'liq ma'lumotni olish uchun bir necha manbalarni tekshirishingizga to'g'ri kelardi. Bu esa albatta noqulaylik tug'dirardi. Endi esa nima o'zgardi? Hozirgi davrning asosiy xususiyati raqamlashtirish. Davlatimiz barcha sohalarda raqamlashtirish jarayonini jadallik bilan olib bormoqda va bu mol-mulk masalasiga ham taalluqlidir. Hukumat tomonidan yagona milliy kadastr tizimi vaqti joriy etilmoqda. Bu shuni anglatadiki, sizning har bir uy-joyingiz, yer uchastkangiz, bino yoki inshuotengiz qaysi turdagi mulk bo'lishidan qat'iy nazar bitta markazlashgan raqamli bazada ro'yxatdan o'tkaziladi. Eng muhimi, bu ma'lumotlar sizning shaxsingizni tasdiqlovchi yagona identifikatsiya raqamingiz, ya'ni PNFL, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanadi. Bu o'zgarish shunchaki qog'ozlarni skanerlash emas, balki mulkka egalik huquqining yuridik asosini ham o'zgartirishni nazarda tutadi. Endi qog'oz shoh emas, balki raqamli yozuv shoh bo'ladi. Agar sizning mulkingiz haqidagi ma'lumotlar yagona milliy kadastr tizimida to'g'ri aks etmagan bo'lsa, kelajakda sizning mulkka bo'lgan huquqingizni tasdiqlashda juda katta qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Bu tizim bir tomondan byurokratiyani kamaytirishga, xizmat ko'rsatishni shaffoflashtirishga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan fuqarolardan mulk bilan bog'liq ma'lumotlarni to'liq va aniq taqdim etishni talab qiladi. Davlat mulkka egalikni qonuniy va tartibli qilishni maqsad qilgan. Bu nafaqat sotish-sotib olish jarayonlarini tezlashtiradi, balki mulkning egasini aniqlash, soliqqa tortish, garovga qo'yish va meros qoldirish jarayonlarini ham sezilarli darajada soddalashtiradi. Xo'sh, bu o'zgarishlar fonida siz nimalarni bilishingiz kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, har bir mulk uy bo'ladimi, kvartira, yer uchastkasi yoki tijorat obyekti bo'ladimi, to'liq raqamli ro'yxatdan o'tgan bo'lishi va egasining PNFL raqami bilan aniq bog'langan bo'lishi kerak. Bu degani, sizning mulkingiz haqidagi barcha ma'lumotlar endi markazlashgan raqamli bazada sizning shaxsiy identifikatoringiz ostida saqlanadi. Oldin amal qilgan har qanday eski hujjatlar, masalan, Sovet davridan qolgan orderlar, o'nlab yillar oldingi hokim qarorlari yoki notarial bitimlar endi raqamlashtirilishi va yangi tizimda tasdiqlanishi shart. Agar bu amalga oshirilmasa, u hujjatlarning yuridik kuchi shubha ostiga olinishi mumkin. Endi esa kimlar ayniqsa xavotir olishi kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Yur. Meros orqali o'tgan, ammo rasmiy ravishda o'z nomiga o'tkazilmagan mulkka ega bo'lgan shaxslar. Tasavvur qiling, buvingiz yoki bobongizdan sizga uy qolgan, lekin merosni rasmiy ravishda qabul qilish jarayonlarini oxiriga yetkazmagansiz. Balki bu jarayon sizga murakkab tuyulgan yoki vaqt topa olmagansiz. Hozirgi tizimda bu uy hali ham vafot etgan qarindoshingiz nomida ro'yxatdan o'tgan bo'lishi mumkin. Yangi tizim esa bu kabi noaniqliklarga
yo'l qo'ymaydi va mulkning qonuniy egasini aniq ko'rsatishni talab qiladi. Masalan, 1995-yilda vafot etgan bobongizning Toshkentdagi uyi hali ham o'z nomiga turgan bo'lsa, merosxo'rlar uni qonuniylashtirish juda muhimdir. Agar bu amalga oshirilmasa, kelajakda bu mulkni sotish, hadya qilish yoki garovga qo'yishda jiddiy to'siqlarga duch kelasiz. 2. Mulkni norasmiy yo'llar bilan sotib olgan yoki sotgan shaxslar. Afsuski, amaliyotda hali ham notarial tasdiqlanmagan yoki kadastr ro'yxatdan o'tmagan norasmiy oldi-sotdi bitimlari mavjud. Masalan, 2010-yilda Akmal ismli shaxs Ziyoda ismli ayoldan kvartira sotib olgan. Lekin ular faqat oddiy yozma shartnoma bilan cheklanishgan va notariusga borishmagan. Kadastrda esa o'zgartirish kiritishni keyinga qoldirishgan. Hozirgi kunda bu kvartira hali ham Ziyoda nomida ko'rinishi mumkin. Yangi tizim bunday xufiyona bitimlarni qabul qilmaydi. Agar sizning mulkingiz haqidagi ma'lumotlar davlat reyestrida sizning nomingizga rasmiylashtirilmagan bo'lsa, sizning mulkka bo'lgan huquqingiz tan olinmaydi va siz moliyaviy yo'qotishlarga uchrashingiz mumkin. 3. Juda eskirgan, yirtilgan yoki umuman yo'qolgan qog'oz hujjatlarga ega bo'lganlar. Sovet davridan qolgan orderlar ko'pincha juda yupqa qog'ozga yozilgan bo'lib, vaqt o'tishi bilan yirtilib ketgan, siyoh ranglari o'chib ketgan yoki butunlay yo'qolgan bo'lishi mumkin. Bu kabi holatlar mulk egasining huquqlarini tasdiqlashda katta to'siq bo'ladi. Agar sizda shunday hujjatlar mavjud bo'lsa, ularni qayta tiklash yoki kadastr idoralarida mavjud arxiv ma'lumotlari asosida yangi hujjatlarni rasmiylashtirish juda muhimdir. Bir nechta mulkka egalik qiluvchi, ammo ularning ma'lumotlari izchil bo'lmagan shaxslar. Ba'zan bir kishi bir nechta uy, yer uchastkasi yoki boshqa ko'chmas mulkka ega bo'lishi mumkin. Agar bu mulklarning har biri har xil vaqtda, har xil tartibda rasmiylashtirilgan bo'lsa, yangi tizimda ma'lumotlar orasida nomuvofiqliklar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, sizning nomingizda ikkita yer uchastkasi ro'yxatdan o'tgan bo'lishi mumkin. Ammo birining maydoni eski hujjatda 600 sotix bo'lsa, kadastr bazasida 5 sotix ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bunday nomuvofiqliklar aniqlanishi va tuzatilishi shart. 5. Mulkining chegaralari noaniq yoki qo'shnilar bilan bahsli bo'lgan shaxslar. Qishloq joylarida yoki eski mahallalarda ko'pincha yer uchastkalari chegaralari aniq belgilab olinmagan bo'ladi. Ba'zan bu chegaralar shunchaki oddiy to'siq yoki devor bilan ajratilgan bo'ladi, lekin kadastr hujjatlarida aniq koordinatalar ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Rustam ismli dehqonning yer uchastkasi qo'shnisi bilan baxtli chegara muammosiga ega bo'lganini tasavvur qiling. Oldin bu masalani mahalliy rais yoki oqsoqol yordamida og'zaki hal qilishgan, ammo rasmiy hujjat yo'q. Yangi tizim mulk chegaralarini to'liq aniqlash va ularni GPS koordinatalari asosida raqamlashtirishni talab qiladi. Chegara nizolari mavjud bo'lsa, ularni hal qilish yangi tizimga o'tishdan oldin zarur bo'ladi. 6. O'z mulkida ruxsatsiz katta o'zgartirishlar yoki qurilish ishlari amalga oshirgan shaxslar. Agar sizning uyingizga ruxsatsiz qo'shimcha xona qurilgan bo'lsa, balkon kattalashtirilgan bo'lsa yoki boshqa rekonstruksiya ishlari qilingan bo'lsa, bu o'zgarishlar yangi tizimda aniqlanishi mumkin. Kadastr xodimlarining dala o'lchovlari va oldingi texnik pasportlar bilan taqqoslashi natijasida noqonuniy qurilishlar aniqlanadi. Bu esa keyinchalik jarimalar, qurilishni qonuniylashtirish yoki hatto dastlabki holatga qaytarish talabini keltirib chiqarishi mumkin. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz yaqin vaqt ichida mulk sotib olgan yoki sotgan bo'lsangiz va bu jarayonlar davlat xizmatlari markazlari yoki notarius orqali to'liq rasmiylashtirilgan bo'lsa, sizning ma'lumotlaringiz yangi tizimda to'g'ri aks etgan bo'lishi ehtimoli yuqori. Shuningdek, o'z mulkining kadastr ma'lumotlarini muntazam yangilab turadiganlar va yangi qurilgan barcha me'yorlarga mos uylarning egalari ham xotirjam bo'lishlari mumkin. Ularning ma'lumotlari avtomatik ravishda tizimga kiritilgan bo'ladi. Endi esa istisno holatlar, e'tibordan chetda qoladigan nozik nuqtalar va to'siqlar haqida so'z yuritaylik. 1. Meros mulki bilan bog'liq murakkabliklar. Yuqorida aytib o'tganimdek, ko'plab oilalarda meros mulkini merosxo'rlar nomiga o'tkazish jarayoni oson kechmaydi yoki uzoq vaqtga cho'zilib ketadi. Ba'zan bir nechta merosxo'r bo'lishi mumkin va ular o'rtasida kelishuvga erishish qiyin bo'ladi. Masalan, 3 aka-uka ota-onasidan qolgan uyni bo'lishda kelisha olmaydilar. Yangi tizim bu kabi holatlarda mulkning egaligini aniq tasdiqlashni talab qiladi. Agar
meros hujjatlari to'g'ri rasmiylashtirilmagan bo'lsa, tizimda mulk egasi sifatida vafot etgan shaxs ko'rinaveradi. Bu esa kelajakda ularni sotish yoki boshqa amallarni bajarishda jiddiy muammolarga olib keladi. Hatto banklardan kredit olishda ham bu katta to'siq bo'ladi. Ikoy, umumiy egalikdagi mulklar. Agar biror mulk, masalan, bir kvartira yoki yer uchastkasi bir nechta kishiga, aytaylik, xotinga, aka-uka yoki opa-singillarga tegishli bo'lsa, har birining ulushi aniq belgilanishi va yangi tizimda ro'yxatdan o'tishi shart. Agar bu ulushlar oldingi hujjatlarda aniq ko'rsatilmagan bo'lsa yoki notarial tasdiqlanmagan bo'lsa, bu holatni qonuniylashtirish talab etiladi. Bunga e'tibor bermaslik kelajakda mulkni sotishda, uni garovga qo'yishda yoki meros qoldirishda katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Chunki tizimda mulkning bir qismi egasiz yoki aniq taqsimlanmagan holda ko'rinishi mumkin. OT, qurilish me'yorlaridan chekinish va ruxsatsiz o'zgartirishlar. Bu eng ko'p uchraydigan va jiddiy muammolardan biridir. Ko'plab xonadon egalari o'z uylarida yoki kvartiralarda ruxsatsiz ravishda qo'shimcha qurilishlar, qayta qurishlar, devorlarni buzib tashlash yoki ko'chirish kabi ishlarni amalga oshirishgan. Masalan, kvartirangizning balkoni maydonini kengaytirib, uni yashash joyiga aylantirgan bo'lishingiz mumkin, lekin buning uchun tegishli ruxsatnomalarni olmagansiz. Yoki uyning oldiga qo'shimcha ayvon qurilgansiz, bu ham ruxsatnomasiz. Yangi kadastr tizimi mulkning dastlabki texnik pasportini hozirgi holati bilan taqqoslagan holda har qanday nomuvofiqlikni aniqlaydi. Agar ruxsatsiz o'zgartirishlar aniqlansa, sizdan ularni qonuniylashtirish talab etiladi. Bu jarayon qo'shimcha xarajatlar, jarimalar, loyiha hujjatlarini tayyorlash, ruxsatnomalar olish va vaqt talab qiladi. Eng yomon holatda esa noqonuniy qurilmani buzib tashlash yoki dastlabki holatiga qaytarish talab etilishi mumkin. Bu esa katta moliyaviy yo'qotishlarga olib keladi. 4. Mulkning garovda turishi yoki ijara shartnomalari. Agar sizning mulkingiz bankda kredit uchun garovga qo'yilgan bo'lsa, bu ma'lumot ham yangi tizimda aks etadi. Yangi tizim kredit tashkilotlariga mulk haqidagi ma'lumotlarga tezkor kirish imkonini beradi. Bu banklar uchun qulaylik yaratishi bilan birga sizning moliyaviy majburiyatlaringizni yanada shaffof qiladi. Shuningdek, mulkni uzoq muddatga ijaraga berish shartnomalari ham rasmiy ro'yxatdan o'tishi kerak. 5. Qishloq joylari va shaharlardagi farqlar. Qishloq joylarda ko'pincha eski hujjatlar, hatto yozma kelishuvlarsiz amalga oshirilgan norasmiy bitimlar ko'proq uchraydi. Yer uchastkalari chegaralari ham aniq belgilab olinmagan bo'lishi mumkin. Shaharlarda esa qurilish me'yorlari va kommunikatsiyalar, suv, gaz, elektr tarmoqlari bilan bog'liq masalalar dolzarb. Shaharlarda ruxsatsiz qurilishlar va rekonstruksiyalar ko'proq bo'lishi mumkin. Har ikki hududda ham bu masalalar har xil yondashuv va hujjatlashtirishni talab qiladi. Qishloq joylarda ko'pincha shahar yerlariga nisbatan kadastr hujjatlari eskiga chiziladi yoki umuman bo'lmaydi. U yerda yer uchastkasiga egalikni tasdiqlovchi asosan mahalla hokimiyatining qarorlari yoki qishloq fuqarolar yig'inining bayonnomalari bo'lishi mumkin. Bu kabi hujjatlar ham raqamlashtirish jarayonida qayta tekshiruvdan o'tkaziladi. Xo'sh, bu holatda siz nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlar qo'yishimiz lozim? Eng muhimi, kechiktirmasdan harakat qilish. Sizga bir necha aniq amaliy qadamlarni tavsiya etaman. 1. Mavjud barcha hujjatlarni to'plam va tartibga keltiring. Bu birinchi va eng muhim qadamdir. Sizning uy joyingiz, yer uchastkangiz, bino yoki boshqa ko'chmas mulkingiz uchun mavjud bo'lgan barcha asl hujjatlarni bir joyga jamlang. Bularga quyidagilar kiradi. Kadastr pasporti agar mavjud bo'lsa, uning har qanday eski versiyasi ham. Davlat orderi, ayniqsa Sovet davrida berilgan uy orderlari, notarial tasdiqlangan oldi-sotdi, hadya yoki almashish bitimlari, meros guvohnomasi. Mahalliy hokimiyatning mulkini ajratish, qurishga ruxsat berish yoki mulkka egalikni tasdiqlovchi qarorlari, sud qarorlari. Agar mulk bilan bog'liq nizolar sud orqali hal etilgan bo'lsa, barcha qog'oz hujjatlaringizning biror nusxasini elektron shaklga o'tkazib, skanerlab olishingizni tavsiya qilaman. 2 elektron raqamli imzo oling. Agar sizda hali elektron raqamli imzo eri bo'lmasa, uni olishingiz shart. Bu raqamli davrda davlat xizmatlaridan onlayn foydalanish uchun asosiy vositadir. Erini soliq idorasining davlat xizmatlari markazlaridan yoki xususiy er beruvchi tashkilotlardan olishingiz mumkin. Eri shaxsingizni tasdiqlovchi yagona elektron kalit bo'lib, uning yordamida siz turli davlat portallariga kirishingiz,
arizalar yuborishingiz va hujjatlarni elektron tarzda imzolashingiz mumkin. Bu sizning onlayn harakatlaringizga yuridik kuch beradi. Erini olish uchun sizga shaxsni tasdiqlovchi pasport va PNFR raqamingiz kerak bo'ladi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga MyBankkaga bosib kiring. Er yordamida MyBankkaga bosib portalidagi shaxsiy kabinetingizga kiring. Bu hukumatning barcha onlayn xizmatlari jamlangan portaldir. U yerda kadastr, mulk yoki ko'chmas mulk bo'limini toping. Bu bo'limda sizga tegishli bo'lgan mulklar haqidagi mavjud ma'lumotlar aks etgan bo'lishi kerak. 4. Mulk ma'lumotlaringizni tekshiring. Portalda sizga tegishli bo'lgan mulklar ro'yxati va ularning batafsil ma'lumotlari chiqishi kerak. Bu ro'yxatda har bir mulkning turi, maydoni, joylashuvi, kadastr raqami va egasi, ya'ni siz haqidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan bo'ladi. Diqqat bilan tekshiring. Agar ro'yxatda sizga tegishli bo'lgan mulk umuman yo'q bo'lsa, bu katta muammo. Agar ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa, masalan, mulkning maydoni turi, manzili yoki egasining familiyasi xato ko'rsatilgan bo'lsa, bu ham muhim. Agar meros orqali o'tgan mulk vafot etgan qarindoshingiz nomida ko'rinayotgan bo'lsa, bu ham tuzatishni talab qiladi. Har bir nomuvofiqlikni belgilab oling. 5. Murojaat qiling. Agar MyTonkov.uz portalida mulkingiz haqidagi ma'lumotlarda nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa yoki mulkingiz ro'yxatda bo'lmasa, darhol davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qiling. Siz mulkni ro'yxatdan o'tkazish, mulk ma'lumotlariga o'zgartirish, kiritish yoki texnik xato bartaraf etish xizmatlaridan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Siz shaxsan DXMga borishingiz yoki MyBankka.uz orqali onlayn ariza yuborishingiz mumkin. Onlayn ariza yuborish uchun eridan foydalanasiz. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Arizani yuborishda sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Asli nusxalari va elektron nusxalari, shaxsingizni tasdiqlovchi pasport, elektron raqamli imzo eri, mulkning asl hujjatlari yuqorida sanab o'tilganlar, agar mavjud bo'lsa, mulkning oldingi kadastr pasporti. Ba'zi hollarda texnik xatni bartaraf etish uchun arxitektura va qurilish bo'limidan xulosalar, masalan, agar mulkingizda ruxsatsiz qurilishlar mavjud bo'lsa, ularni qonuniylashtirish uchun tegishli ruxsatnomalar yoki hujjatlar talab etilishi mumkin. Meros mulklari uchun merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnoma, qo'shnilar bilan chegara nizolari bo'lsa, yer o'lchovlari natijalari va kelishuv protokollari. 7. Muddatlarni yodda tuting. Davlat xizmatlari markazlari sizning arizangizni qabul qilgan kundan boshlab odatda 7-10 kun ish kuni ichida sizga javob berishi kerak. Bu muddat mulk turiga, arizaning murakkabligiga va qo'shimcha tekshiruvlar talab etilishiga qarab biroz uzayishi mumkin. Agar qo'shimcha tekshiruvlar yoki ekspertizalar talab etilsa, bu haqida sizga rasmiy xabar berilishi shart. Bu muddatlar ichida mulkingiz haqidagi ma'lumotlar yangi tizimda aks etishi yoki aniqlashtirilishi kerak. Taksit xarajatlar. Davlat bojlari yoki xizmat haqlari miqdori mulk turiga va bajarilayotgan ishga qarab farq qiladi. Masalan, yangi kadastr pasportini olish, mulkni ro'yxatdan o'tkazish yoki o'zgartirish kiritish uchun davlat boji belgilangan. MyBankka.uz portalida barcha xizmatlar uchun amaldagi narxlar oshkora ko'rsatilgan. Ariza yuborishdan oldin xizmat narxi bilan tanishib chiqing. Ba'zi xizmatlar uchun imtiyozlar ham mavjud bo'lishi mumkin. Shunday qilib, aziz do'stlar, bugun biz sizning mol mulkingizga tegishli ma'lumotlarni raqamlashtirish va yangi tizimga moslashish qanchalik muhimligini ko'rib chiqdik. Bu nafaqat davlat uchun, balki faqat davlat uchun, balki birinchi navbatda sizning o'zingizning huquqlaringizni himoya qilish, mol mulkingizga bo'lgan egalikni mustahkamlash va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday muammolarning oldini olish uchun qilingan qadamdir. Bu jarayon sizga biroz murakkab tuyulishi mumkin. Ayniqsa eski hujjatlar bilan ishlash kerak bo'lganda, lekin uni ortga surishning oqibatlari yanada jiddiyroq bo'lishi mumkin. Vaqtingizni va asablaringizni tejash uchun hozirdan harakat qiling. O'zingizni va yaqinlaringizni himoya qiling. Siz bu haqida nima deb o'ylaysiz? Yangi tizimga o'tish bilan bog'liq qanday muammolarga duch keldingiz yoki qanday savollaringiz bor? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Biz ularni o'qib, keyingi videolarimizda javob berishga harakat qilamiz. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, bizning kelgusi videolarimizda ham muhim masalalarni muhokama qilishda davom etganimizda siz birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. O'zingizni ehtiyot qiling, mol mulkingizga egalik qiling
va barcha hujjatlaringiz joyida bo'lsin. Ko'rishguncha